Qo'shnim yaxshigina santexnik. Keling, aristoningizni o'zim tozalab bera qolay. Ustaga pul beryapsizmi deb tozalab beruvdi, negadir ishlamay qoldi va natijada hamma joydan tok urishni boshladi degan murojaat bo'yicha Toshkent shahar TTZdan o'tgandan keyin Boyjigit degan mahallaga kelganmiz. Mana tekshirganimizda rostdan ham hamma joyda tok bor, korpuslarda ham tok bor. Men nima demoqchiman? Ustalarning ishidan ayb topmoqchi emasman. Iltimos, har bir ishni o'zini mutaxassisi qilsin. Ariston bu yopiq sistemada ishlaydigan narsa. Odamlarning hayoti lotereya emas. Bu yerda farzandlari cho'miladi, idish-tovoq yuvishadi. Mana semisitillarda ham tok bor. Hamma joyda tok, korpuslarda tok bor. To'g'ri tushuningizlar. Rizqni Alloh beradi, hammaning rizqi bor. Faqatgina o'zingiz ustingizda ishlang, yaxshi mutaxassis bo'lingda, o'zingizga ishonch hosil qilganingizdan keyin, ishingizga ishonch hosil qilganingizdan keyin borib biroz ishini qilib berish kerak. Hurmatli Aristoni borlar, mana bu Aristonni chiroyli holatga keltirib beramiz. Euro kilometr tenlarimiz, o'zimiz bilan hamma zapchastlarimiz bilan yuramiz. Magazinlardan sifati, bozordagi tenlardan sifati yaxshi bo'lsa yaxshi, zavodskoy bizda mahsulotlarimiz. Sifati yaxshi bo'lsa yaxshi, narxi ham 5-10 ming arzon bo'lsa arzon, aslo qimmat emas. Toshkent shahar bo'ylab kimga Ariston xizmatlari kerak bo'lsa, Aristonlarni tozalab berish, remont qilish, ta'mirlash, ya'ni o'rnatib berish xizmatlari kerak bo'lsa, yuqoridagi raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Murojaat qilgan kuningiz borib chiroyli xizmat qilib beramiz. Bizning videolarimizda xizmat qilgan xonadonlarimiz egalari ham ko'rib borishadi. Barchalariga rahmat, salomat bo'lasizlar.